21 oktyabr 2025 yil kuni Milliy To'da soat 20 da Ovsinlar serialining 22 qismi efirga uzatiladi. Bu qism muxlislarni hayajon va kutilmagan voqealar bilan hayratda qoldiradi. Qahramonlarning xarakteri va murakkab munosabatlari yanada ochiladi. Syujet birinchi daqiqalardan tomoshabinni o'ziga tortadi. Hissiy sahnalar va dramatik voqealar aktyorlarning nozik psixologik o'yinlari bilan uyg'unlashib, tomoshaga to'liq shongish hissini beradi. Ssenaristlarning hikoyani rivojlantirishdagi mahorati alohida e'tiborga loyiq. Har bir qism qahramonlarning chuqurligini, do'stlik, sadoqat va sevgi kuchini ko'rsatadi. Bu serialni juda samimiy va jonli qiladi. Xulosa qilib aytganda, Ovsinlarning 22 qismi serialning yuqori sifatini tasdiqlaydi va tomoshabinlarni keyingi qismni intiqlik bilan kutishga majbur qiladi. Bu loyiha hissiyotga boy sahnalar, sifatli ijro va samimiy aktyorlik o'yini bilan tomoshabinlarni quvontiradi.